Insonga berilgan eng oliy ne'mat bu ozodlik. Inson to jinoyat ko'chasiga kirib, ozodlikdan mahrum qilinmaguncha ozodlikning qadriga yetmaydi. Oramizda ba'zilar 3 yil, ba'zilar 15 yil va undan ham ko'proq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Aslida bu bizni oq yuvib oq taragan, barcha quvonch va shodliklarni bizga ulashgan ota-onalarimizga berilgan muddat. Aslida bu yaxshi va yomon kunlarda yonimizda bo'lishga va'da bergan, vafo va sadoqatda namuna bo'lgan ayolimizga berilgan muddat. Aslida bu bir qorindan talashib tushgan jigarlarimiz, aka-uka, opa-singillarimizga berilgan muddat. Aslida bu o'rtoqlari orasida biz haqimizda faxrlanib gapiradigan farzandlarimizga berilgan muddat. Biroq bu sinov va imtihondan kerakli xulosa chiqarmaganlar ham talaygina. Do'stim, biz haqimizda qayg'urib, topgan tutganini qopga solib, har oyda orqalab keladiganlarimiz haqida o'ylayapmizmi? Ularni turmushidan bexabar holda buyurtma berishimiz adolatdanmi? Jilla qursa, nafsimizni jilovlay olmayotganimizdan uyalyapmizmi? Hayo qilyapmizmi? Panjara ortidagi hayot aslida o'zimizni isloh qilish uchun, nafsimizni jilovlashimiz uchun, yo'limizni tahlil qilib, qadamlarimizni to'g'rilab olish uchun, maqsadlarimizni aniqlashtirib olish uchun emasmidi? Sendan xabar xayrlasa, halovati buzilgan. Yarim kosa oshini ham ol bolam deb ilingan. Birov bolang yomon desa, yurak bag'ri tilingan. Koloniyaga qopin orqalab, ohi afg'on onam keldi. To'rt devorning ichidaman, shonu shavkat bo'lsa ham, zarin yoki zo'rlarim ham ming yugurib yelmasa ham, birlagandan oshlashgan yoru do'stim kelmasa ham, koloniyaga qopin orqalab, huri g'irmon otam keldi. Nobakorman, noloyiqman, tan olaman, yomonman, goh maishat, goh shuhrat, gohi ishrat tomonman. Bolalarim duosidan men devona omonman. Koloniyaga qopin orqalab, juft halolim keldi. Balki bo'xton, balki chindan keldik biz shu makonga. Qismat balki bu sinovdir, bormaylikmi gumonga. Endi meni o'ylaysan, do'stim boqib samoga. Koloniyaga qopin orqalab, akam, ukam, opam keldi. Bizlar faqat odam emas, chin insonlar bo'laylik. Qilgan xato nuqsonimiz xotirotga ko'maylik. Neki bo'lsa bo'ldi endi bu qismat maydonida. Chin tazarru vijdon bilan oilamizga qaytaylik. Qop ko'tarib kelgan jigar go'shalarimizni bu qadar mashaqqat chekishiga sababchi bo'lish bor haqiqat. Avval bizni bo'ynida katta qilgan onamiz hozir bolamning bolasi deb farzandimizni qo'ynida saqlab o'tirishi naqadar og'ir. Otamizning ko'z tomchisi yuraklarga to'kilayotganini ko'rmasak-da, buni his etish naqadar og'riqli. Farzandlarimizni bizsizlikka ko'nika olmay, qalbi o'ksib qolgani naqadar alamli. Bu lahzalar har qanday tosh qalbni ham eritishi shaksiz. Do'stim, oilangizni asrang. Ularni qiynamang. Ularni metin irodangiz, tog'dek g'ururingiz va nafsingiz jilovi bilan ehtiyot qiling.